Bir ayol kishi telefon qilib, telefonda so'radilar. Men sizni kanallaringizni kuzatib boraman, Instagramda, YouTube'da maslahatlaringizni eshitib boraman. Menga bitta maslahatingiz kerak bo'lyapti dedilar. Nima muammo desam, men uy olgandim, Zangiota tumanidan. O'shani dokumentini qanaqa qilib tekshirtirsam bo'ladi, kimga borishim kerak so'radilar. Men aytdim, ularga kadastrini olgan uyingiz kadastrini kopiyasini oling dedim, ko'chirmasini oling dedim. Glavapuga boring dedim. Glavapudan so'rasangiz, surishtirsangiz o'sha yerdan qanaqaligi chiqadi dedim. Keyin esimga tushib qoldiki, u uyi dedim tapa syomkasi bo'lishi kerak dedim. So'rang dedim sotayotgan odamdan dedim. Tapa syomkasi bo'lib, arxitektorga bergan chizmalariga asosan bo'lsa qurilgan bo'lsa dedim, u uyni formasini olsangiz bo'ladi dedim. Yaratsam u uy kadastrlarni menga tashladilar. Men ko'rdim. O'sha u ikkinchi odamdan uchinchi odamga savdo bo'layotgan ekan, o'tayotgan ekan. Oldin sotib bo'lgan ekan bir marta. Ikkinchi odam hozir uchinchi odamga sotyapti. Birinchi odam sotganga, ikkinchi odam uchinchi odamga sotyapti hozir. Keyin endi bormadilar bilmadim. Men bu narsani aytayotganim sababi oldingi videolarimizda aytib o'tganman, ko'rsatib o'tganman. Ehtiyot bo'linglar, shu uy olganingizda mashina narsasiga ahamiyat beringlar deganman. Eng kerakligi 5 yil, 6 yil bo'lgan uchastkalar, qurilgan oldingi qurilgan uchastkalar, bularda albatta arxitektor chizmalari bo'lishi shart, eskizlari bo'lishi shart. O'sha narsani unutmanglar, o'sha narsasiz egalik huquqini ola olmaysizlar. 100% anaqasini to'g'rilab ola olmaysizlar. 53% bo'lishi mumkin, 70%, 80% uyda bo'lishi mumkin. 100% uy bo'ladigan bo'lsa ham o'sha chizmalar kerak bo'ladi sizlarga. O'sha chizmani oldingidan o'tayotgan, chizdirayotgan paytingizda ishonchli arxitektorga borib chizdiringlar deganman. Endi sotayotgan odamlar kimga borib chizdirgan, uni biz bilmaymiz. Lekin arxitektor chizmasi bo'lsa, chizmaga asosan qurilgan uy bo'lsa, olsanglar bo'ladi. Bu videomizni ko'pchilikka tarqatinglar, yana so'rab turishga yurishmaydi. Shunga asoslanib olishadi uyni.